hali bor shekilli. Bering qo'lingizni bering. Gapiring. Nima? Kechqurun gapirgan gaplaringizni gapiring. Nimani gapirishim kerak? Bo'pti, men hozir gapiraman, siz qaytarasiz bo'lmasam gaplarimni. Jonim, men seni yaxshi ko'raman deng. Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman degan. Nimani boshqaga tushunmadim. Shu afsuski xotinim bor, bo'lmasam o'zim uylanib olardim deysiz. Nima? Bo'ling gapiring. Afsuski xotinim bor, bo'lmasa o'zim uylanib olardim sen. Jonim, hech qisi yo'q. Ikkinchi xotiningiz ham bo'lib teviraman. Uyalmaysizmi xiyonat qilishga? Mana shunaqa ahvolda o'tiruvdingiz. Kechasi. Hatta Tushimda. tushuniga men ham tirash kurchidimi? Qanaqasiga bo'lishi mumkin unaqa? Qani o'sha o'ynashingiz o'ldiraman. Xalq chiqmadimi o'sha yerda o'zing? Qalqib chiqolmadim. Nimaga? Uyg'onib ketdim. Bu birinchi va oxirgi marta bo'lsin. Yana bir marta tushimga kirib xiyonat qiladigan bo'lsangiz, ajrashaman. Tushundingizmi? Xotin. Nima? Chiroylimikan? Kim? O'ynashib.